Yo barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaygboy Raft Survival ikkinchi qismi, birinchi qismida ko'plar ko'rgandi, biz ancha ish qilgandik. Bugun o'z ishimizda davom ettirishimiz kerak. Xo'p do'stlar, nima qilamiz? Hozir birinchi navbatda bizga yarim stak daraxt kerak, ya'ni qayiqlarga tushmoqchi edim. Ko'pchilik biladi buni. Ya'ni qayiqlar bor suv tagida, ana u yoqda bor, keyin prямо u tarafda qayiq. Ana olish kerak uni. Xo'p, ana otish kerak. Hop. Yo'q, akula, qochib tursanchi. Mana. Akula nima qilyapti akalar bu yerda? Do'stlar, shu o'rinda sizlarga bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman, ya'ni nima narsa deyishlaring mumkin. Men o'zimni vlog yo'nalishida kanalimni ochdim. Albatta, mana shu videoning oxirida ekranlaringda paydo bo'ladi. Bemalol o'tib oxirigacha ko'rib maza qilsalaring bo'ladi. U video juda qisqa, oxirigacha ko'rib kanalimga obuna bo'linglar do'stlar va o'lama akalar. Do'stlar, xullas shunaqa videoni shuncha oxirigacha ko'ringlar. Iltimos birodarlar, o'sha kanalimga obuna bo'lib, bitta podeshka qilib o'rmasanglar вообще bo'lmaydi. Sizlarning podeshkanglar hozir menga juda muhim. Xo'p, qaranglar, nima qilamiz biz birinchi navbatda? Verstak yasab olamiz va verstak yasaganimizdan keyin mana buni berib qo'yamiz va o'zimizga bir nechta eshiklarni yasaymiz. Eshik bizga juda kerak. Ajoyib. Va suvni tagiga tushishimiz kerak. Hozir bir daqiqa do'stlar. Obunachilar, biz endi suvni tagiga tushishimiz kerak. Bizga normal ovqat kerak. Ovqat xo'p, olma bor, non bor. Xo'p, non yeymiz albatta akalar. Bizga non yemasak bo'lmaydi. Kechasi bo'lyapti. Kechasi yaxshi bo'lsa kerak. Men ovqatdan olish kerak. Akula yo'qmi-da? Akula bo'lmagan. Normal. Va sundukka solamiz. Bizga kerak emas bular. Hozirchalik akalar. Bizga eshik kerak. Xo'p, qani u yoqda hozir dalni времяda. Xo'p, buramiz qayiqda va bosamiz shu tarafga. Akalar, nima qilamiz? Hozir biz u yoqqa borganimizdan keyin eshikda olamiz qo'limizga. Eshikda olganimizdan keyin pastga tushib sudukdagi resurslarni olishimiz kerak. Videomizning ikkinchi qismi albatta like kanalimiga obuna bo'lib qo'yinglar va oxirigacha ko'rsalaring aytganimdek video chiqadi akalar. Shuning uchun hozirda o'zidan sizlar mana baby, mashina tushish kerak-da, ha. Qayerga qo'yish mumkin? Buni akalar qo'yib bo'lmas ekan qayiqda. Hayron qo'zinglar bo'ladi. Qayiqni qo'yganinglar bilan, ya'ni suv, ya'ni nafas olish imkoniyati вообще yo'q. Men nima deb o'ylagandim, bu yog'i nima bo'lib chiqyapti? Shu tasavvur qilib bo'lmaydi buni. Ulgurib bo'lmaydi akalar hozir. Bir daqiqa akalar. Xo'p. Bitta narsani sinab ko'rmoqchiman sizlar bilan birgalikda. Kreativga o'tib, o'zi kreativ tugatmoqchi emasman bu kartani. Shunchaki sinab ko'rmoqchiman-da. Prям вообще g'alati narsalar ketyapti-da hozir akalar. Xo'p. Kechasi atrofni yaxshilab qaraylik-da. Misol uchun mana bu yerga nafas olish uchun nimadir imkoniyat bormi-ekan akalar? Xo'p, pastga tushamiz hozir. Tushish ham bir juda qiyin buni. Biz ana nafas olib tirik qolishimiz uchun nimadir bormi-ganda? Nima narsa bor ekan bu yerda? Voy, tova. Akula bormi? Akula bor ekan, xo'p. Xo'p, yana pastga tushamiz. Okey, bularning ichidan hech narsa yo'q ekan. Hali bir nafas oladigan joy bo'lsa mayli, itta tog'alar. Akula xonaga yotibdi bu yerlar.
Lekin karta juda ideal ishlangan birodarlar. Somonlar bor mana. Spawnerlar juda ko'p ekanda. Mana ekan. Bilmadim. Xo'p, qayiqda bu yerda akula shunaqa narsa qilib berar ekan. Xo'p. Bu kemadan nafas olishni iloji yo'q deb o'ylab qoldim. To'g'risini aytsam, tog'alaman sizlarga. Haqiqatdan ham mana bu yerga mana boy eshik qo'ygandim. Kelib sinab ko'ramiz shuni. Da, yo'q, iloji yo'q-da. Prям tasavvur qilyapsizlar, hozir tepaga chiqamiz. Banan bor bizda, banan. Va keyingi bitta anavga qarab borishimiz kerak biz hozir dalniy времяda. Keyingi bitta struktura bor ekan, o'shani ham ko'rishimiz kerak. Bunda qanday tushish mumkin? Kitob bor, o'sha kitobdan ko'rilsa bo'ladi. Xo'p, mana olaylik. Strukturalar juda ko'p ekanda, kelib yerda. Bu gvardiyandalik qarorgoh bo'lsa kerak. Tamam. Bunga ham kirib ko'rish kerak edi. Teparoq, sal tepaga chiqamiz. Xo'p. Yo, akalar, bu вообще bu yerda nima? Bu yerda ham spawner bor. Nimadir qilib suvdan tozalash ilojisi bormi buni? Akula yuribdi. Xo'p, akalar, to'g'risini aytadigan bo'lsak, bu strukturalarga men tushunmayapman hozir. Nimadir qilish kerak-da, ya'ni o'shani sozlash uchun albatta hozir ko'rsatamiz nimadir qilib sizlarga yana dalishiga. Xo'p, atrofimizni ko'zdan kechirsak, shu atrofda mana bitta kema yana topdim. Bu biroz kattaroq kema ekan. Mana bu tarafdan qaysidir tartibda g'alati struktura ko'rgandim, shunga qarab bormoqchiman. Sizlarga sinab ko'rsatish maqsadida birozgina ana u tarafroqda ekan u. Hozir ko'ramiz o'shani. Xo'sh. Go bro. Xo'p, bos ko'rinadi ustalik. Da mana. Prem hamma joy suvda akalar, hamma joy bu Raft Survival ikkinchi qismi juda g'alati ekan. Mayli. Hammasiga tupurgan holatda biz ishimizni davom ettiramiz. Boshqa gapim yo'q. Xo'p, nima qilamiz? Biz ishimizni davom ettirib kuchayib bu yerga kelamiz. Nu asosiy maqsadim, ya'ni bu videoni chiqarishning asosiy maqsadi nima desalaring, hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Asosiy maqsadim do'stlar, sizlarga vlog yo'nalishidagi videoni maslahat berish edi. Videoni oxirida paydo bo'ladi. Sal qoldi kutib tursalaring. Jalka emas-ku, biroz vaqtlaring men uchun ketadigan bo'lsa. Xo'p, qaranglar mana. Buni time set qilamiz. Set day va buni to'g'rilamiz. Game mode survival rejim. Bo'ldi. Xo'p, akalar boshladik. Xo'p. Mana bu nima narsa ekan? Bu ham bir o'rtamiz. Xo'p, daraxtlarni chopamiz. Bizning har doimgi ishimiz bu. Daraxt chopish, daraxtdan soqa qilish. Keyin okeandan kattalashtirmoqchiman-da, bolalar, nima deysiz shunga sizlar? Hozir hammasini yog'och qilamiz va bitta sunduq yasaymiz. Bana narsalarni solamiz, hammasini bizga kerak emas. Hozirchalik kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Kerak emas, eshik kerak emas, banan kerak emas, bu ham matega ham kerak emas akalar. Xo'p. Mamnun olishim mumkin. Qani go. Mana. Chotki chiqib akalar, prosto kattalashtiramiz. Plyuslari ko'pdir. Oy, akula. Akulalar aylanyapti, tog'alar. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ey! Bratuxa, nima qilyapsiz? Boring, qumingizni o'ynang, brat. Qayerdan urishyapsan, ey? Ay, ovqatlanish kerak akalar.
Qayerda akulalar jonga tegar ekanda tog'alar. Voy, qochib turinglar, sizlarga nima qildim men? Raft Survival 2-qismi juda loq ishlangan. Umuman yashash, kun kechirish degan narsalar qiyinda Raft Survival 2-sida. Juda qiyin qilib ishlangan murakkab. Xo'p, biz davom etamiz do'stlar. Xo'p. Qanaqangidir orqa fonda ham muzikalar ham bor, juda g'alati, qo'rqinchliga o'xshagan. Buni aytib o'tishim kerak sizlarga. Homiladorlar yoki bolasi borlar ko'rmasin bu videoni. Shularni to'g'rilaymiz va videoni tugatamiz. Deyarli tayin hech narsa qilmadik. Fiction bilan davom ettiramiz. Sizlar meni asosiy kanalimdagi videoni ko'rishlaring kerak. O'shaning uchun sizlarga bu videoni qo'yibman tog'alar. O juda zo'r chiqyapti, gap bo'lishi mumkin. Ana tarafini to'g'rida, u taraf to'g'ri, bu taraf ham normalniy, prям idealniy sostoyaniyada deb bemalol aytishim mumkin. Bitta, ikkita. Xo'p, yetmasa yana olaveramiz. Toshdan bizga menimcha muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Tosh stak. Katta ehtimol 100 talik tosh stak bizda akalar. Mana Raft Survivalda yomg'ir ham yog'adi, eslashda mana. Xo'p, tugatdik biz ham. Va mana qaranglar, misol mana sapling. Polnoganidagi mana bunaqa sapling tushadi bundan, lekin yomon taraflari bor. Agar bitta yarimta qolib ketayotgan bo'lsa, saplingga tushmaydi buni tog'alar. Shu daraxt turaveradi, daraxt holatigacha. O'shanisi ham yomon. Shuning uchun umuman qoldirmasdan olishimiz kerak buni. O'sha hisobda yaxshi ketadi xudo xolasa. Xo'p, bo'ldi. Obunachilar, chotga. Yonib ketishimiz ham mumkin. Toshimiz ham juda ko'p stakmas ekan, aytib o'tganimdek, va bizda 15 ta daraxt. Sundukka solamiz. Ikkita sapling bor, ikkitagina. Mana bu yerga kelamiz, bittasini mana bu yerga kelamiz. Loy bloklar bizda qancha loy blok deyarli yo'q. Hammaga xayr, videoni oxirigacha ko'ringlar va kommentariyada fikringizni yozinglar. Agar o'sha kanalimiz tezroq 2-3 mingta bo'lsa, juda zo'r kontentlar qilaman. Hammaga xayr, sizlar bilan Zayik boy bo'ldi.